bilan Так. zastёjka esidan chiqib qoladi. Скажем, mana bitta joyda bitishga bor deylik. Сохранить qildingizmi? Split. Necha? 10 santimetrda deylik. Yo, 10 deb aytgan. 8lik. Mana. Да, 8. Keyin bu yerda 10 tugmani bosaman-da. Benzakam yoqdingizmi? Ha. Mana knopka myszy et start. Ha, tak. Goes. Qanaqa qildingiz? Eddatni qanaqa chiqdingiz еще раз? Man aniq buni Edit chiqmadim patternda menda. turibsiz. Edit Tochkani bunaqa belgilaysizda. Ustida 10 tugmani bosasiz. Edit. tushundim. Shirinasi 2, glubinasi 7 ekan. Skажем 10 bo'lsin. Demak, olib tashlayman. Shape. Да. Okey. Mana menda bitishga bo'ldi. Voy, bo'ladi. Demak, endi buni men mana bu yoqqa perevod qilmoqchiman. Shunaqa. Endi buni bitishga qilib olishim kerak ekan yana. Bunda belgilab olar ekanman-da. So'ng 10 tugmani bossam, rotate tartibkan. Mana rotate. 10 tugmani bosib, splitda orqada edit patternda turibman. Belgiladim. Правой кнопкой myszy rotate qayerqa. Misol uchun mana bu yoqqa. Mana bundoq ko'rsatyapman. Ichiga olib keldim. Buni bu yoqqa yopar ekanman. Так. Kichkina katta bo'lgani nima qilib Так. keyin uzunligini ko'rsatyapti. Qatgacha ochmoqchisan. Uncha uzun bo'lmaydi, men bitta to'xtatib qo'yaman. Skажем-da, mana ochdi. Endi просто mana editda men bilan olib tashlaysiz. Menda joy yaxshi yo'qmi? Mana uchun olib tashlaymiz. Keyin tochkalarni olib tashlasak bo'ldi. Mana bu chiqib bu yoqqa ko'chdi. Faqat. Yana bitta ko'rsatib bering. Bo'lmaydi. Menda chiqmadi aniqim. O'sha rotate'ni esidan chiqib qoldi. O'zi bitishgani bitishga ochish qo'rsami? Ha? Hozir edit ochganingizdan keyin уже bitishga bo'ldi. Buni уже boshqa naqa qilishingiz shart emas. Agar siz просто talaba mana bundoq bitishga qilib qo'ygan bo'lsa, unda uni bitishgaga aylantirib olish kerak ekan. Misol uchun mana bundoq qilgan. Split. Skажем, mana nuqta bor. Buni mana bunaqasidan Edit qilib. Yo'q. Edit qilmaganda uni skажем 1 santimetrda 1 santimetrda talabalar yaxshi ko'radi. Buni bitishga qilganda bundoq qilib bitishga ochib qo'ygan. Bu bitishga emas. Buni belgilaysiz. Keyin buni ustida 10 tugmani bosasiz. Edit tab bo'ladi bu yerda. Ya'ni buni redaksировать qilishingiz kerak bitishga qilib. Keyin okey desiz, mana bu bitishga bo'ldi. Endi buni edit patternga kirib buni belgilaysizda. Belgilab buni ustida 10 tugmani bosak, mana endi bunda rotate chiqadi mana. Demak, mana yoqqa ochmoqchiman. Просто hozir razrezini men birinchi vытяжка qilib оформить qilaman, keyin vытяжкani rotate qilib, keyin boshqa yoqqa o'tkazaman. Mana. So'rayapti mana. Mana shuncha. Sразу so'raydimi? Sразу so'raydi. Knopkani bosasizmi shunaqada? Yo'q. O'zi просто chap tugma bilan bundoq to'xtatsangiz, o'zi so'raydi. So'raydi. Mana еще раз. Mana belgiladim. Правая кнопка myszy rotate. Deylik qayerqa ochmoqchiman, ochmoqchiman. Sразу so'raydi. So'rayapti, qanaqa? Mana bu yoqqa. Endi qayoq taraf? Yonimi, bu yonimi? Deylik bu yoni. Mana yopmoqchiman. Skажем, mana yopdim. Mana chizib ko'rdingmi? O'zi aniq qilyapti. Deylik, mana yopdim. Men yopishim bilan so'rayapti. Bundoq bo'lsin uzunligi. Qayerda to'xtasiz? Mana bu yerda. Mana balo qo'ydik. Chiqadimikan? Chiqadi. Tak. Просто menda ani yumshoq taxlama chiqmayapti. Qattiq taxlama ham chiqmadi-yu. O'shani bitta eslab olishim kerak. Parallelni taxlama chiqmadi, bilasizmi? Oldin boshqacha qilardim. Получается. Men bu yerdan birinchi ochaman, pastga tushiraman, keyin uni edit qilib оформить qilib yuboraman. Mana. Yo'q, bir yo'q, boya ochgan. Edit qiling, eng yaxshisi shu. Faqat mana bu shape o'chirish kerak, Shape. Okey. Mana kichkina bitishga qildim. Endi buni belgilayman. Bu endi o'zi bitishga menda. Поэтому menda rotate. Mana yoqqa ochmoqchiman. Так.
Mana o'zi chizuv chiqarib beradi sizga Aha, srazu mana aha. bundoq bosdingiz. Siz и Buyog'ini ko'rsatyapti. so'raysiz. Aha. Buyog'inimi? Buyog'inimi? Mana. Keyin И srazu сразу mana pastga chappi, tushadi. faqat chap tugma bilan ishladim. o'ng bilan ishlamadim. Qoyilman. Virtuozsiz be. Ko'ylak ham chiroyli chiqdi ko'ylagingiz. Haqiqatda yaxshi chiqqan. Ha. Osonmi o'sha? Eng osoni o'sha, chunki Qaysi biri? Man angliy ishdagimi yo fransuzskiy